O'smirlarimiz jahon chempionatida. Assalomu alaykum, siz futbol fanatlari kanalini kuzatyapsiz. Sizlar uchun eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. U17 O'zbekiston o'smirlar terma jamoamiz kuni kecha Hindiston ustidan 3-0 hisobida zafar quchib, amalda jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Endi keyingi turda bizning raqibimiz Avstraliya bo'ladi. Bu o'yin amalda guruh favoritini aniqlab beradi. O'zbekiston o'smirlarimiz Avstraliyani yenga oladimi? Albatta, bu savolga 13-may kuni siz bilan biz to'g'ridan-to'g'ri efirda javob olamiz. Ma'lumot uchun U17 Osiyo chempionati barcha o'yinlarini Ofika rasmiy YouTube kanali orqali tomosha qilishingiz mumkin. Ofika rasmiy YouTube kanali video opisaniyasida bo'ladi. O'tib O'zbekiston va Avstraliya o'yinida vakillarimizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.